bugundan boshlab hamma sirni ochamiz taksi faoliyatida. Xudo xolasa dushanbadan ishga liniyaga chiqib, Yandexda, Uklonda bir kunlik daromadni nech pul foyda, nech pul ziyonga kirishligini hamma sirlarni ochib, biz mana shu kanalga video rolik qilib joylaymiz. Kuzatuvda davom etinglar va fikr mulohazalaring bo'lsa, Yandexda ishlab ko'rsatish kerakmi, Uklonda ishlab ko'rsatish kerakmi? Buni ham kommentariyada yozib qoldiringlar. Qaysi taksida ishlab ko'rishlikni yozib qoldirsalar, biz shuni rolik qilib chiqaramiz sizlarga. Xullas, ko'pchilik ochmagan narsalarni mana shu video roliklarda, kelgusi roliklar, video roliklarda hamma sirlarni ochamiz xudo xolasa. Bizning mashinamiz propanda, Gentra, uni rasxodlari o'ziga yarasha, metanga qaraganda hamma narsasini qilingan rasxodu boshqalarigacha 0 dan 100 gacha bo'lgan ish jarayonlarini sizlarga imkon qadar olib ko'rsatishga harakat qilamiz. Kuzatuvda davom etinglar. Like va podpiskalar bosib qo'yinglar. Xudo xolasa dushanbadan sizlarga mana shu roliklarni aytgan gaplarimni ishlab jarayonida ko'rsataman. Aytgancha kommentariyada yozib qoldiringlar imkon qadar. Yandexdami yoki Uklondami, shuni yozib qoldiringlar. Bu kanalda nimaga kuzatishim kerak degan odamlarda o'zida miyasida shu narsa o'ziga o'zi savol berishi mumkin-da. Bu kanalda именно haydovchilar uchun, taksiga chiqib tirikchilik qilaman deganlar uchun mana shu kanal yurg'izilyapti. Bu videolar o'shalar uchun asnovoy, qolganlar uchun ham ko'rsa manfaatli bo'ladi. Taksiga chiqib nech pul topadi, nech pul radarlari bor, boshqasi bor. Shularni hammamiz o'ylaymiz, bu taksiga chiqsam, Yandex qilsam 400 ming, 500 ming topaman ekan. Videoda mana bunaqa gapirdi. Ditda ertasiga Yandexga chiqadi, u narsa yo'q. Lekin videolarda bu narsalar bor. 400 ming, 500 ming, odamlar 600 ming ham ishlayman deydi. Shu narsalarni biz video qilib sizlarga chiqaramiz. Kuzatuvda davom etinglar. Aytib o'tib ketaman. Bu birinchi videoyim meni. Agar kamchiliklari bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Beayb Parvardigor, hamma odamzodda kamchiligi bor. Kommentariyalarda mana shu ayblarimni aytib o'tib ketsalar, shuni to'g'rilashga harakat qilamiz, xudo xolasa. Lekin mana shu emotsiyani sindirmaslik uchun qo'llab-quvvatlab, like'lar bosib qo'llab-quvvatlab turinglar. Mana shu joyigacha ko'rib kelganlaring uchun hammaga kattakon rahmat.